Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. Şərqiy Türkistan Awazining kündilik xəbərlərini görüşünüzlə qarşılayırıq. Amerika ھۆكۈمىتى Xitayning Uyghurlarga qaratqan zۇلۇملىرىنى İrqiy qırğınçılıq deb atadı. Xitay Sherqiy Türkistanda بالاغەتكە yetməgənlər üçün atalmış qutquzuş mərkəzi təsis qılmaqda. Türk kengişi qanlıq yanvar qırğınçılığını ayıpladı. Kelgusi 2 yildagi eng cho'ng xatarlar rədki tizildi. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. 19 yanvar günü Amerika Tashqi ishlar ministrligi Xitayning Sherqiy Türkistandagi bostirish masalasi haqida Amerika Tashqi ishlar ministrligining chiqargan qaror nomli bayonot e'lon qilib, Xitay Kompartiyasining Sherqiy Türkistandagi Uyg'urlarni asos qilgan Türk musulmon millatlarga qaratgan keng ko'lamli bostirishini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitganligini jakarladi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo mazkur bayonotda Xitay Kompartiyasining Sherqiy Türkistanda Uyg'ur musulmonlari, boshqa diniy zotlar va boshqa turk millatlarga qarshi irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazganligini, Xitoyning bu harakatlari Xitoy xalqi va dunyodagi barliq madaniyatli davlatlarga qilingan haqorat ekanligi, Junxo Xalq Jumhuriyati va Xitoy Kompartiyasi javobgarlikni ustiga olish kerakligini ta'kidlab, 2017 yil mart oyidan boshlab mavjud paketlarni inchiklik bilan tekshirish orqali Xitoy hukumatining Xitoy Kompartiyasi yetakchiligi va kontrolligida Uyg'urlarni asos qilgan musulmon to'pliqlarga qarata insoniyatga qarshi jinoyat, ya'ni milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa osonliq millat va diniy osonliqlarni xohlagancha tutib turish, majburiy tug'ut cheklash, xohlagancha qo'lga ilinganlarni qiynash, majburiy emgak, din, so'z va harakat erkinligiga cheklama qo'yish qatorliq jinoyatlarni o'tkazganligi, shundaqla hozirmi pardozlab davomlashtirayotganligining oshkorlanganligi, Xitoy Kompartiyasining xalqaro kuzatuvchilarining Sherqiy Turkistonga to'salg'usiz kirishiga yo'l qo'ymasligi, yerlik vaziyatning nacharlashganligi to'g'risidagi atalmish ishonchlik to'xtatlarni ayblab, Uyg'urlarning ma'rifqa, terrorlikqa qarshi turish, nomrodlikdan qutuldirish va ayollarning huquq manfaatini qo'g'dash turlariga xo'shallik bilan qatnashganligi to'g'risidagi o'ydirim hikoyalar. Xitoyning Uyg'urlarni kishilarning yomon ko'radigan sifatlar bilan qaralib, dunyoga yomon ko'rsatib xato tushuncha uchur berganligi. Amerikaning Xitoyni xohlagancha qo'lga ilingan barliq kishilarni darhol qo'yib berishga, tutib turish sistemasini amaldan qoldirib, Uyg'ur va boshqa turk millatlarning ziyonkashligini to'xtatishga chaqirgan. Bayonot yana majburiy amaldorlikdan saqlanish, majburiy bola tushirish, majburiy tug'ut cheklash va bolalarni oilasidan olib ketish qatorliq majburlash xarakterlik nopos kontrol qilish tadbirlarini to'xtatish, lager va turmalardagi barliq qiynash va xo'rlashni oxirlashtirish, Sherqiy Turkiston va Xitoyning boshqa joylaridagi Uyg'ur va boshqa diniy to'pliq a'zolarining ziyonkashligiga xotima berish, Uyg'ur va boshqa ziyonkashlikka uchirgan millatlarga sayohat qilish va ko'chman bo'lish erkinligi berish talab qilingan. Bayonotning oxirida Mike Pompeo monolarni alohida eskartdi. Amerika Xitoy Kompartiyasining bosh sekretari Xi Jinpingning yolg'on tashviqot orqali paketlarni yoshirish taktikasini ichib tashlashda ko'p kuch chiqarganligini, Beijingning Sherqiy Turkistonda yurgizgan vahshiyligi Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga va dunyoning boshqa joylaridagi madaniyatli kishilarga qilgan tajovuzchilikka vakillik qiladiganligini, Xitoy Kompartiyasining o'z xalqiga qarshi irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazishiga hargizmi sukut qilmaydiganligini bildirgan. Mana bu xush xabar Sherqiy Turkiston sürgün hukumatining zo'r tirishchanligi bilan vatan ichi va sirtida yashayotgan butun Uyg'ur va boshqa musulmon xalqining Xitoy Kompartiyasi tomonidan berilayotgan qatlamning Amerikadagi cho'ng bir davlatning muayyanlashtirishi, xalqaro sahnasida qadam-qadam ro'shan ifodasini topganligi. Sherqiy Turkiston sürgün hukumatining bosh ministri Solih Xudoyor bu xush xabarni yetkazish bilan bir vaqtda Sherqiy Turkistonning Xitoy Kompartiyasi tomonidan besilingan zamin ekanligini dunyoga bildirishni navbatdagi asosiy vazifa qilib muhim bayonot berdi. Xalqimizga, Sherqiy Turkiston xalqiga cho'ng bir xush xabar bugun. Amerika hukumati rasmiy Xitoyning Sherqiy Turkistonni qilayotgan jinoyat ishlarini irqiy qirg'inchilik deb rasmiy e'tirof qildi. Bu albatta Sherqiy Turkiston xalqining g'alabasi. Sizlarning shu yılning yazı 2018'ni tatip to'xtamay, armay, dünyanın her qaysi joylarida bo'libmi Amerikadagi qarindoshlarimizningki to'xtamay aktiv faoliyat harakatlarini olib, Amerika hukumatini, parlamentini, Aqsaroydan tatip tashqi ishlar ministrligiga qadar qilgan namoyishlariningki, harakatlariningki, yozgan xatlariningki va boshqa qilgan chaqiriqlarninki g'alabasi. İnşallah bu Sherqiy Turkistonningki qaytadan mustaqil bir davlat bo'lish da'vosiningki yo'lininki
birinci basqıçı, resmi bir basqıç desek buladı. Ve inşallah texmi köp tirişsak, texmi armay, talmay, toğru davanı kılsak biz galibi kılalayımız kırandaşlar. Elbette galibiga vaqt ketidi. Bir qitimlam namoyish qilib, bir qitimlam bir xat yozib, bir qitimlam telefon qilib parlament a'zolariga, bir qitimlam harakat qiliblam g'alaba erishib bo'lmaydi qarindoshlar. Ammo ish izchillik bilan bo'ladi qarindoshlar. Shuning uchun men barliq Sherqiy Türkistan xalqiga chaqirdig'im harakatimizni davom qilaylik. Biz cho'qim yaqin kelgusida davlatimizni asliga keltiramiz. Biz cho'qim yaqin kelgusida vatanimizga qaytamiz, davlatimizni qaytadan asliga keltiramiz va bu irqiy qirg'inchilikni yaqin kelgusida Allah'ın izni bilan va xalqaroninki yordami bilan biz bu zulmni, bu irqiy qirg'inchilikni, bu ishg'oliyatni oyoqlashtiramiz inshaalloh. Xitay hükümeti yaqinqi mezgillarda Sherqiy Türkistanda balag'atga yetmagan o'smirlardan isbot elishga qolaylik bo'lishini bahona qilib, nurg'un joylarda atalmış bir bekatlik tilo bejirish punktini qurgan. Atalmış Şinjan gezitining 18 yanvardagi sonida xabar qilishicha, bu xil bir bekatlik tilo bejirish punktida balag'atga yetmagan o'smirlardan ahvol egallash, idiviy xizmat ishlash, qonuniy yordam berish deganlar bir qatimda tamomlanadigan bo'lib, buning amaliyotda oilasidan juda bo'lgan Uyg'ur yosh o'smirlarni ta'qib kelish o'rni ekanligi ilgari surilmoqda. Yana kelib bu xil o'rinlardagi naq maydonda unga elish va sin ko'rinishga elish, badan tekshirish qatorliq aslalarning to'liq bo'lishimi bu vaqtdagi gumonlarni oshirgan. Xabarda hozir bu xil muassasalarning G'o'ljidan toki Qashqargacha bo'lgan har qaysi viloyat, shahar noyalarda tasdiqlanganligi aytilgan. Sherqiy Turkistondagi zo'r ko'lamlik tutqunda millionlagan yosh va o'rta yosh kishilar lagerlar qamalgan bo'lib, yana nurg'un sondagi balog'at yoshiga yetmagan o'smirlarning atalmış asabiylik va terrorlik ideyalar bilan zaharlanganligi ta'kidlanib kelgan edi. Bir qism analizchilar mushu ahvollarni eslatib, hamda Xitoy hukumatı shu xildagi yosh o'smirlarni tutqun nishon qilayotgan bo'lishi mumkin dedi. Türk tillik davlatlar hamkorlik kengashi Ozarbayjonning qayg'u va iftixor kuni bo'lgan tarixiy 20 yanvar qonliq qirg'inchiligining 31 yilligini xotirladi va vaqani aybladi. Türk kengashining Twitter'dagi adresida e'lon qilingan bayonotda Qari yanvar degan nom bilan tarix sahifalaridan o'rin olgan 1990-yili 20 yanvar kundagi Baku qirg'inchiligi munosabati bilan Türk kengashi bo'lish sifatimiz bilan Ozarbayjonning vatan uchun jinini pido qilgan barliq qahramon avlodlarni hurmat bilan xotirlaydiganligini bildirgan. 1990-yilning beshida Ermenilarning kunsir kuchayotgan zimin talablariga va Sovet hukumatiga bo'lgan noroziligini ifodalamoqchi bo'lgan necha ming ozarbayjonlik Bakudagi erkinlik maydoniga yig'ilib, uzun muddatli yig'ilishni boshlagan. Namoyishchilarni tarqoqlashtirish uchun 20 yanvarda Bakuning har qaysi rayonlariga kirgan 26 ming kishilik Sovet ittifoqi armiyasi ayollar va bolalarni o'z ichiga olgan 147 fuqaroni o'ldirgan va necha yuz kishini yaralandirgan edi. Dünya iqtisod munbiri qisqa va uzun muddatli xatarlarni aniqlash maqsadida Marsh, Meke, Lenan va Zo'riq ixtiroxoniya guruhining qo'llashi bilan tayyorlangan 2021-yillik dunyoviy xatarlik dokladni e'lon qilgan. Dokladda 841 xalqaroliq mutaxassis va qaror chiqaruvchilardan 2021-yilga munosabatlik andishalarni, ehtimollik va ta'sir qilish nuqtalaridan rad etish talab qilingan. Mutaxassislar qisqa muddatli 2 yillik eng chong xatarlarning Xitoy virusiga o'xshash yuqumli kasalliklar, obaning iqtisodiy ta'sirlari va turmush qiyinchiligi bo'ladiganligini bildirgan. Dokladda bildirilishicha, Xitoy virusining insoniy va iqtisodiy badali og'ir ekanligi, kambag'allikni va barobarsizlikni azaytishda yillardan beri qo'lga keltirgan natijalarni kayniga qaytarish bilan tahdid qilmasdan ijtimoiy uyushish va yarshari hamkorlikni texnik qiyinlashtirayotganligi bildirilgan. Yuqumli kasalliklar, turmush qiyinchiligi bilan kutilmagan muhit voqealari, internet bexatarlik tadbirlarining yetarsiz bo'lishi, digital dunyoda barobarsizlik, iqtisodda uzun muddatlik turg'unlik, terrorlik hujumlari, yoshlardagi umidsizlik, ijtimoiy uyushishning yo'qolishi va insonlar sabab bo'lgan muhit buzg'unchilik qatorliqlar kelgusidagi 2 yilda yuz berishi mumkin bo'lgan eng chong 10 xatar ichidan o'rin olgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.